Her bir hareketimiz içinde her bir hayvanlı, her bir nimani düzenlesi nimesi var. Mana bu hareketimiz bu hareketimiz kum pişkini hareketi. Bu hareketimiz. Bunların içinde hemmesi var. Kum pişkilerinde kumda yaşayan pişik bo'ladi da. Şu kum pişikni hareketi bu. Raqs xorazmliklar qonida oqadi deyishadi. Yoshu qarisi, ayoli-yu erkagi birdek mahorat bilan raqs tushadi. Kızıkları bunun içinde en kızıkları o'zingiz qayraqda o'ynab turganda o'zingizdan siqmay ketasiz, hani muzikani nimasini tempasini pastlashtirgan joyida o'zingiz chidamasdan qayraq qo'lingizdan nima bo'lsa pastga urib ishingizdagi dardlarni chiqarib tashlaysiz. Pakapak bor edi. Bu pakapak deganimiz asli shu Xorazmdan shu Xiva shahrimizda Davlat Pakapak degan ustozimiz o'tganlar. Şu Davlat Pakapak ustozimiz pakapak chalganda shu butun jumlajahan lazzaga solib ketgan. Bu raqsning ichida har xil raqsni o'ynadim. Masqarabozni o'ynadim, qayroqni o'ynadim, pakapakni o'ynadim. Shu bir 3-4 ta raqsni jipslashtirib raqsga tushib keldim.